Koreys tilini boshlab yubordim. Hozir koreys tilining birinchi darsi bugundan boshlandi. Hozir koreys tili harflari haqida bo'ladi bu mavzu. Koreys tilida 40 ta harf bor. Bular G, N, D, R, T, keyin B, S, N, J, K, H, K, T, P, H va qo'sh undosh bor. Ya'ni ikkita G birga bo'lsa bu KK deyiladi. Ikkita D birga bo'lsa TT deyiladi. Ikkita B birga bo'lsa PP deyiladi. Ikkita S bittasi ikkita bo'lsa SS deyiladi. Ikkita J bitta J ikkita bo'lsa CC deyiladi. Va yana shunday harflar bor. Endi bundan buyog'i unli harflardir. A, Y, O, Yo, I, O, Yo, U, Yu, I harflari va bularni yana qo'sh unlilari bor. E, Y, E, Y, V, V. Ikkita V, bittasi nimaga degan ma'noda question shaklida keladi. Keyin yana bittasi UE. UE, keyin va, vo, vi, I. Ya'ni I harfi mana bu joydagi I harfi ko'payyapti. I bilan I kelgandan so'ng uy degan ma'noda chiqadi.